Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Mana bugun 31-may kuni biz yana Andijondagi eng katta mebel bozoriga tashrif buyurdik. Hurmatli obunachilar, har doimgidek sizlarga mana shu bozordan birinchi qo'l ustalari yotoqxona mebellarning ma'lumotlarini beramiz. Diqqat bilan kuzatinglar. Birinchi ko'rsatib boshlaydigan ishimiz juda ham chiroyli yotoqxona mebel, ikki xil rasvetkasi bor. Mebelimiz Krashin MDFdan ishlangan, komplekt holatda, mehmonxona uchun gorkalari ham bor. Diqqat bilan kuzatinglar. Xudo xolasa birinchi qo'l ustan ishlari. Ma'qul bo'lsa telefon nomerlarini so'rab ekranga chiqarib qo'yaman, bog'lana olasizlar. Albatta bizni hamda ustalari mehnatlari uchun bir donadan poddeshka qilib like bosib qo'ysalar xursand bo'lamiz. Bo'lmasa obzorimizni boshladik. Usta Botirjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Charchamay ishlab turibsizlarmi o'tgan hayitlar bilan? Charchamay o'zinglarni ham. Rahmat. Botirjon telefon nomerlari nechi edi? Xo'p, nomerlarimiz 90 Hop. 200 174. Telegram, WhatsApplar bor. Telegram hamma yo'q bor. Hozir bu komplekt yotoqxonamiz Krashin MDFdan ishlangan, a? Krashin MDF ishlangan, oxirgi 2026-yildagi yangi fasollarimizda ishlaganmiz. Xudo xolasa. Yotoqxona komplekt, mehmonxonalari ham bor. Boshlaverdik-a tanishtirish. Bunlarimizni avzorlari, tumbalarimiz chiroyli holatda, bitta tortmalar bor ishlangan. Ichlari PVH kronkada vakuumli rolik, svetinilari go'zal holatda, Type USB zaryadka oladi. To'kis qilgan holatda soatlar ishlaveradi. Kulchatridan o'chib aqilib ishlataveradi, 3 xil yonadi. Xo'p, spanel bosh tomonlari mo'shi material, to'kmas, machalka. Ertaga o'ngib ketmaydi, boshqamaydi, yumshoq. Xo'p, bularimiz razmeri keladigan bo'lsa, tumbamiz 1,5 metr. Spanelda o'zining razmeri 1,75. Nariga yonida ham yana bitta tumbasi bo'ladi. 275 joyga tushadi. Ikkita tumba bilan, a? Ikkita tumba bilan 275 joy egallaydi. Yaxshi. Spanelda o'zi 1,75. Xo'p, spanelimiz matraslari ortopediki garantiyali 3 yilga 100 kg pastiga garantiya beramiz. Ikki tomonlama orqa oldi. Taglari ham sondiq 55 cm-lik bemalol. Taglari ham o'zining materialidan laminat. Yaxshi. Xo'p, bularimiz sofalari chiroyli holatda ishlatilgan. Chiroyli tushadi. Mana ichlariga nasos mexanizmdan qo'yganmiz, shanillarni chiroyli qilib, taglari ham o'zining materialidan bemalol 3-4 ta odamni ko'taraveradi. 2 martalab. Bunimizni endi uzunasiga bo'yi 220 mada matrasda to'xtaydi. Sopasi bilan 260 joy egallaydi. Yaxshi. Uzunasi sopasi o'zi abdeni 40 cm. Boshqa joyga qo'yib ham ishlatsa bo'ladi. Aslonoy buni vazifasi o'tirib kiyingani ham tagi mayda juda narsalarga. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, shifonirimizdan ko'rsatadigan bo'lsak, razmeri eniga 220 joy egallaydi. Balandligi 210, 3 ga bo'linadi. Ikki qanotli uylarga ham olib kirib olib chiqishga qulay. Erkaklar taraf kastin shimlarga tubalari ham yaxshidan qo'yilgan, moshalari ham zo'ridan qo'yilgan. Bemalol o'zi chiroyli holatda ochilib yopilaveradi. O'rtalari polka, seflari ham kattagina. Yaxshi. Vakuumli shanilda ishlatilgan. Bu tomon ayollar tomon uzun ko'ylaklarga, tepa ham bosh kiyimga, yana ro'mollarga qo'shimcha. Asosiysi vazifasi bu materiali Krashin MDF suvga chidamli, ertaga o'ngib ketmaydi, yuvib ishlatsa bo'laveradi. Zo'r, 3 ga bo'linadi, shkafa. 3 ga bo'linadi, uyga olib kirib olib chiqishga qulay. Xo'p, bo'ladi. Termolarimiz o'zigacha ishlatilgan holatda, razmerlari 1,40 joy egallaydi. Tepasida ham mana chiroyli taqinchoqlarga, bu narsalarga chiroyli qilib qo'yganmiz, materiallar bilan qoplab. Hattoki mana shu narsamiz ham 7 li detal apparatda bosilgan mashinasiga ahamiyat berib qo'yadi. Usti yaltiraychi qaltirar narsalarimizdan emas. Tabletkalari ham go'zal holatda, taglari sondiq. Bemalol ishlatsa bo'laveradi. Ikki chekasida ham mana polkalari bor, telefonimizda ham. Ikkita tortma, ikkita eshikdan iborat. Ikkiga yana splashni diskga oyna yopishgan. Bemalol bunisida atir-patir shunga o'xshagan narsa tursa, ketib qolishi ehtiyoti yo'q, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, shuni endi seriya varianti, xohlovchilar uchun. Fasonimizni rangi seriya varianti, ichlari hamma yo'g'i deyarli bir xil. Konvert narsa, prosta rangida farqi bor. Bu chiroyli holatda seriya, hozirgi zamon talabi. Yangilik svet. Birga bir narsa hamma yo'g'i. Juda ham go'zal, mana hurmatli obunachilar. Xohlovchilar uchun bunisi, xohlovchilar uchun seriya rangdagisi. Endi bu oq variantimizni mehmonxonasi ham bor, gorkasi.
bitta mashinani ham ko'rsatib o'tamiz. Bir yo'li komplet olganlarga bonuslar haqida beramiz narxidan ancha chegirma qilib. Razmerlari buni 290 eni, balandligi 230 joy egallaydi. 230 joy egallaydi. 3 ga bo'linadi. Uyga olib kirib olib chiqishga qulay. Asosiysi materiali 80%, 90% MDF ishlatilgan. Fonli xizmat qiladigan narsa. Ichlari ham mana go'zal holatda, qalin birlik polkalar, pul kesmaydigan holatda bo'lgan. Bemalol polkalari ham mana stanoyda apparatda bosilgan. Taylari ham qo'shimcha polkalari bor. Moshalari ham astan qo'yilgan. O'rtalari ham mana juda go'zal holatda. Ancha-muncha narsa sig'oradi taylari ham 2 qavat. Chekalari ham mana do'stlar, go'zal holatda. Hali videoda ko'rib turib ko'pchilik taglarini ham yukka deb o'ylaydi. Yo'q, bu narsamiz temir. Bemalol ko'taraveradi. Chiroyli holatda 3,5 metr joygacha qo'ysa bo'laveradi. 3 metr, 3,5 metr joygacha qo'ysa. hozir shu turishi necha razmer? Shu turish 290. 290, 3,5 gacha uzaytirsa bo'laveradi, orasini ochib. Chunki gorka bu yonboshlari ham chiroyli oynak. Ham yonboshlari ham mana bunaqa chiroyli narsa bo'lgani uchun zich turmaydi, bu jicha holiroq turadi. Keng joyda turadi. Zo'r. Mehmonxonamiz. Boyaga nimalarimiz tumbasa? Komplektlarimiz bittadan jupi. Tushunarli. Seriylari. Zo'r. Mana qaranglar, qaysi bir rang sizga yoqyapti, uyingizni rangiga, dizayniga qaysi biri tushsa, ekrandagi nomerga bog'lanib zakaz bera olasizlar. Yangilik, internetda ham bilsangiz portlayotgan rangimiz bu. Juda chiroyli. Haligi kirchimol deydi-yu. Skromniy. Keng uylarga zo'r tushadi. Yaxshi. Xo'p, Botirjon, endi bu mebelimizni bizni aka-uka obunachilarga nech pul evaziga vodiy bo'la olib borib o'rnatib berasiz? Xo'p, yotoqxonamizni 8 million so'm, bu 8,5 million qo'yganmiz eskilar. Hozir endi aksiya qilib bizga ham ish bo'ladi. Odamlar ham maza qilsin, 8 milliondan vodiyga dastlabki uстановkasi ichida yetkazib beramiz. 8 million so'mga? 8 million so'mga yetkazib beramiz. Toshkentlik vohali obunachilarimizgachi? Ularga jicha nasisasi bilan qo'shiladi. Masofasiga qarab, misol Toshkentlarga bo'lsa 300-400 ming so'm qo'shiladi, lekin uстановkasini ko'tarsa qilib beramiz. Asosiysi dastlabki qolgan joylarga. Kelishuv asosida uстановkani ham iloji bor. Iloji bor, borib ham keldik ko'p. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, yoqqan bo'lsa ko'rsatib o'tilgan mebelimiz birinchi qo'l ustasi mana shu ukamiz bo'ladilar. Ekrandagi nomerlarga bog'lanaverasizlar. Aka-uz kanalida ko'rdik. Mana shu yotoqxonamizga 8 millionga gorkamizni qo'shib oladigan bo'lsa, narxini aytmamiz uni. Mana shu narxi. Buni qo'shib oladigan bo'lsa, asl narxi 5 million so'm, dastlabkasi ichida buni. Xo'p. Agar yotoqxona bilan birga oladigan odamlarga kelin-kuyov tomon kelishuv oladigan bo'lsa, 4,5 million so'mga asl yotoqxona bilan dastlabkasi ichida bo'ladi. 4,5 million so'm yotoqxona mebel bilan olishsa qo'shiladi. Qo'shiladi. Dastlabkasi ichida bonus bo'ladi. Qayga bo'lish, o'sha vodiy. Alohida o'zi qancha dedingiz? Alohida o'zi 5 millionga. 5 million so'm bo'ladi. Hurmatli obunachilar, yotoqxonangizni rangiga moslab turib, mana shunaqa mehmonxona uchun mebellar ham qilib berishaveradi, muammo yo'q. Asosiysi ekrandagi nomerga aka-uz kanalida ko'rsatib bog'lansanglar, biz ham xursand bo'lib qolamiz. Botirjon, rahmat sizga, ishingizga baraka bersin, charchamang. Salomat bo'ling. Savdoylar bersin. Nomerlar ekranda bo'ladi. Davom etamiz, hurmatli obunachilar. Birinchi qo'l ustalari ishlarini ko'rsatishi, navbatdagi ishimizning ustasi, bozordagi eng arzonchi ustalardan biri Arobiddin ukamiz ishlar bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz-ku? Salomatlik yaxshimi? Rahmat. Telefon nomerlari nechi edi? 91 607 39 39. Ishlayapti Telegram, WhatsAppda? Ha, ishlayapti, xudo xohlasa. Xo'p, bo'ladi. Telegram, WhatsApp. Nima qilamiz? Tanishtiramizmi yoki narxini aytamizmi? Narx aytaylik. Mayli. Tanishtirish boshlayveramiz. Bo'lmasa narx ham aytib qo'yamiz. Farqi yo'q. Narxini oxirida aytayotgandik. 6 million 400 Qo'qongacha olib borib o'rnatib beramiz. Patinka pastavka bonus. Bonusiga gap yo'q. Razmeri 2.30 uzunligi, bu 2.5. Xo'p. 3 qismga bo'linadi. Muz taraf. Osho-mosholari 5 tadan qo'yilgan. Qo'lni yiltirash urutda qatigan. Yaxshi. Xudo xolasa. O'rtalarini ochamiz. 3 ta polka seyf. Jenskiy taraf. Uzun ko'ylak. Yoni sharif ro'mol. Osho-mosholar. Qo'lni 5 tadan 4 tadan emas. Juda yaxshi. Kalit. Rossiyskiy laminat, silinmaydi, chizilmaydi, zavatskoy. Gap yo'q. Xo'p, termoyimizga kelsak. 1.45, 1.80, 1.70 gacha kattayaveradi, 1.25 gacha kichayaveradi, kattayib kichayadi. Ishlari
material bilan qoplangan. Vakuumli. Taqinchoqlar sonasi chizilmaydi. Ha, chizilmaydi, material Zo'r. qoplangan. Zo'r. Pastlari ham vakuumli. Chekalarida ledlari bor. Bo'yi 1.80. Balandligi 1.80. 1.80. Xo'p. Spanimiz. Spanimiz kelsa, tumbagacha 2.70. Joyiga sig'masa alohida bo'ladi. Yaxshi. Mo'yshi material, machalka. Ledlari ham 3 xil rasvetga bo'ladi aka. Juda yaxshi. Mosholari vakuumli. Polni vakuum hamma yo'q uni xudo xolisa. Matraslarimiz, matrasning o'zining razmeri 2.20 ga 1.70. Garantiyalari bor. 2029-yilgacha behijolat ikki taraflama aka. On taraf ishlataveradi. Mana Ikki taraflama. taraf ishlatsalar bo'lar. Poli bu ham o'zidan bo'lgan. Oldi qismiga qanday ishlangan bo'lsa, poli ham shunaqa. Qishki yozi sondig'i bor. Juda yaxshi. Bunimizga videoda boshida aytganimizdek patinka pastavka bonus aka. Siz obunachilaringizga bonus, a? patinka pastavka bonus. Xo'p, bo'ladi. Ustida tortmasi bor. Juda Pastida yaxshi. eshigi bor. 6 million 400 ming so'm 6 mana shu million 400 ko'rib o'tgan oborib narsamiz, o'rnatilgan. hurmatli obunachilar. Ekranda 39 raqamlar turibdi. Usta Robiddinga bog'lanaverasizlar. Ako'z kanalida ko'rdik deb. Usta rahmat sizga. Aka, salomat bo'ling. Charchamang, ishingizga Rahmat. baraka bersin. Xo'p. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Birinchi qo'l mebelchi ustalar ishlarini ko'rsatishi. Navbatdagi yotoqxona mebelimizni ustasi Usta Bahodir aka bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Charchamaslar. Usta telefon nomerlarini aytchi. 90lik Hop, 525 Hop. 2077. 2077. Hurmatli obunachilar, bu ustamizdan birinchi qo'l sexlardan borib shaxsan o'zim video qilganman. Ko'ringlar, yoqsa telefon nomerlari ekranga chiqdi, bog'lanaverasizlar. Nimasidan boshlaymiz usta? Aka, bir chekkadan boshlayveramiz. Tumbamizdan. Hop. Aka, tumbamiz yarim metr ishlangan. Aha, ichlarning ko'rinishi yaxshi. Davchi mexanizm, chuqur qilib ishlangan ichlari. Spannilarimiz Bosh tarafi. bosh tomoni miyahki qilib ishlangan. Bo'ylari ham baland. Tumbalari bilan necha razmer bo'ladi? Hozir общий. Tumbalari bilan 3.10 yerda egallaydi. 10 joyi egallaydi. Xo'p bo'ladi. Matras ko'rib qo'yamiz. Aka, matrasimiz ikki tomonlama. 3 yil garantiyasi bor. Tagi mexanizm. Tagi mexanizm. Zo'r. Hurmatli obunachilar, bemalol tagiga ancha narsangiz joylab, ikkinchi shkaf vazifasida foydalansangiz ham bo'laveradi. Kirimolarimiz aka 1,5 metr. Yonda Alohida. nimalari ham bormi? Qo'shimcha ochiladigan. Sekretni foydalanadigan joylari Spanningimizda ham ekan. bor aka. Ha, bu yoqda ham bor. Yaxshi. Xo'p, Kirimolar- razmerni nechi? Kirimolarimiz 1,5 metr. G'aladonlarimiz Davchi mexanizm. Xo'p. Polkalar bor ekan mana. Polkalarimiz bor. Uchta 100% tortmasi bor. kromka qilingan. Bu stolchiga? Bu stolchigimiz. Xo'p bo'ladi. Shkafimizga kelsak 2,5 metrga 220 joyda egallaydi. 220 balandligi. Balandligi 220. Noodatiy qilsizlar-da buni sal bozordagilardan boshqacharoq qilib. Ichini ham ko'raylik-chi. Uzun kiyimlarga. Yo'qda kalta kiyimlar-chi. Kalta kiyimlarga ustol tomonimiz. Ajoyib. Xo'p, tagini ham bitta ko'raylik aka shuni. Polka Qayda ham bor mana. polkalarimiz bor. Zo'r tortmasi bor, tepa ham shunaqa. Xo'p, usta bu bo'linadimi, bo'linmaydimi? Bu 3 ga bo'linadi. Bu yerdan o'rtasi ajrayadi bu yer. Yaxshi, ikkita chekka yelkasi alohida bo'ladi, ajraydi. O'rta Uyga ajraydi. kirib olib chiqishga ham udobli qilingan. Zo'r. Kupeli variant ekan, juda chiroyli, noodatiy qilishibdi. Xo'p, usta buni ham tanishtirib keta olamizmi? Bularimiz ham aka Idish teradigan gorka. Kromka qilib ishlangan, birli polkalarda. Pastlarda ham tumbalarimiz bor. Ular ham Davchi mexanizm qilib ishlangan. Yaxshi. Laminatdan ishlangan-a buni? Laminatdan ishlangan. Romkalarimiz ham butun qilib roverda o'yilgan aka. Bu yer chakalari yo'q, ulama qilib ishlanmagan. Razmeri nechiga nechi? Razmerimiz 270 ga 220. Balandligi 220. Bo'linadimi yoki yo'qmi? Bo'linadi. Bu ham 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. Shu eshigimiz bu yog'i alohida bo'ladi. Xo'p. Endi usta bizga bu gorkasidan tashqari yotoqxona mebel necha pulga vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib berishingizni aytasiz va buni alohida narxini aytib berasiz. Aka 13 million so'mdan Xo'p.
vodiy bo'ylab dastlabki qilib beramiz. 13 million so'mga shunda go'rkasini ham qo'shyapsiz. Go'rkasini ham qo'shyapmiz. Go'rkani olishmasa yotoqxona mebeli o'zi qanchaga chiqadi? Yotoqxona mebeli 9 milliondan 9 million so'mga. dastlabki qilib, uстановka qilib Vodiy bo'ylab. vodiy bo'yicha. Aka o'zi obunachilarga yana skidka bormi? Bonuslar deganda. Qilib bera Telefon olamizmi? qilsa yana kelishamiz. Kelishamiz a? Albatta. Demak, go'rkasi bilan olishadigan bo'lsa 13 million so'm bo'ladi. Yotoqxona mebeli o'zi, shkafi, termosi, ikkita tumba, spalnisi va stulchigi bilan hurmatli obunachilar 9 million so'm ekan. Mehmonxona uchun qo'shib olsangiz 13 million so'mga vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib berishar ekan. Bahodir og'a, salomat bo'ling, ishingizga baraka bersin. Charchamay telefonga o'xshayora bo'lib turasiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi diqqat qilib bizni kuzatasizlar. Bozordagi eng zo'r, eng chiroyli mebellarimizdan birini ko'rsatamiz. Ramashka fason deyiladi. Qora rangi sevuvchilar uchun hamda maloshniy rangi sevuvchilar uchun komplekt holatda bor. Ustasi bilan tanishtiramiz. Yoqsa telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Bog'lana olasizlar. Usta Abdullo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz aka? Rahmat, o'tgan hayitlar bilan charchamasdan. Xo'p, ishlab turgan telefon nomerini bizga aytib qo'yasiz-a? 91lik Hop. 601 5950. Telegram, WhatsApplar bor. Bor, Telegram bor. Nomini to'g'ri aytdimmi? Ramashka fason. Ramashka fason. Krashinni MDFmi hozir bu? Zo'r. Tanishtira olamiz, bizga razmerlar bilan ayta olasiz. Tumbichkalari tortmalik. Xo'p, tumba 50 sm bo'ladi. Ikkita tumbichka bilan 280 joyga tushadi spandik. Bosh tarafi? Ha, 280. Yaxshi. Ikkita tumbichka bilan. Taylari kapot mexanizm. Bismillah. Mana hurmatli obunachilar, taglari shkaf vazifasini bemalol bajaradi. Ancha narsangiz joylasangiz bo'ladi. Sofalari o'ziga moslab qilingan. Yaxshi mana. Matraslari 3 yil garantiyasi bor. 3 yil garantiyalimi? 3D matras deb qo'yamiz. Zo'r, juda yumshoq matras ekan. Hozir qarang usta, bosh tarafi bunaqa gulli bo'lgani uchun ramashka deyilgan. Ramashka deyiladi. Machalkalimi hozir? Machalkali. Machalkali do'stlar, juda chiroyli, bagati. 3D material deydi, boshqacha material ham. Filmlari ham yabishli holatda. Hop, mana materiallar solingan, juda dik bilan ishlangan ekan. Taqinchoq, har xil nimalar solsanglar chizilmaydi. Keyin tortmalik, chesterlari ham. Bu yoqda o'ziga moslab chester ham qilingan. Xo'p, hozir qarang usta. Termonni razmerini aytaylik birinchi. 130. 130 razmerda. Stulchiga o'zi bilan. O'zi bilan. Yaxshi, oynasini ham ko'ringlar, juda chiroyli ishlangan. O'chirib yoqiladi. Xo'p, shkafimiz razmeri necha? 240. 240. Bo'yi 50 bo'ladi. 250 mi? 210, mayog'i 50 chuqurligi. Ha. Chuqurligi 50 Ko'rib ketamiz ichlarni. Mana do'stlar, uzun kiyimlarga ekan. Zo'r. O'rtasi saqlaydigan. Bu ham o'rtasini 50 kaltamas. Seyflarga davr bor. Mana seyflar bor. Chuqurligi ham 50. Bu tarafimiz kuyov bolalar uchun. Similadigan shuchilkasi ham bor. Juda zo'r, kalta kiyimlarga zo'r. 3 ga bo'linadi, usta bu. Bo'linadi, 3 ga bo'linadi. Juda ham chiroyli. Hozir qaranglar, hurmatli obunachilar, har bitta ishimizni, ya'ni mana shu mebelimizni fasadlari krashinli MDFdan ishlangan. Termosi ham mana 4 ta tortmasi bilan, ispalniyimizni ham tumbalari fasad qismi MDFdan ishlangan. Xo'p, rangiga moslab komoddirmidi? Komod. Komod qo'shib berasizlar komplektiga. Chesterini beramiz. Keyin ranglari bor. Buni razmeri necha bo'ladi? Bo'yi 1 metr. Aha. Buyog'i 65 sm. Zo'r. 4 ta tortmasi bor, buni ham. Juda chiroyli. Qayerdan tortiladi? Tepasidan shularmi? Ruchkasiz fasonda bular. Zo'r. High-tech fason. Juda chiroyli. Xo'p, bunisi maloshnisi. Ha, yonboshiga qarashli mebelli rang deydi. Endi ko'pchilik shunaqa rangda Kombinatsiya qilingan. kombinatsiya, ha. Razmerlari bir xil. Bir xil narsa. Farqi rangida. Tushunarli. Yoqtirsanglar, oq rangi sevuvchilar uchun ochiq svet. Ya'ni Zo'r. Ramashka fason. Xo'p, bu yoqdagisichi? bu ham bir xil. Bu полностью молочник. Ha, boshqa rang bilan kombinatsiya bo'lmagan. Bo'lmagan, o'zini rangida. Однотонный. Ha, buni ruchkasini aylantirib qo'yganmiz. Mana. Qanday qulay bo'ladi bunday qilsa ham. Tushunarli. Ha, bu aylangan holatdagisi. Juda chiroyli. Xo'p, usta Abdullo,
Endi bizga mana shu ko'rilgan, tanishtirib o'tgan yotoqxona mebelimizni aka o'z obunachilarga necha pul evaziga vodiy bo'ylab olib borib o'zingiz o'rnatib berasiz? 9,5 million. Vodiy bo'lib Komodini ham qo'shib beramizmi shunda? qo'shib beramiz. Xo'p, Bunga bo'ladi. ham komodi bor, beramiz. Bunga ham komod berasiz? Bor. Xo'p. Hurmatli obunachilar, demak, yotoqxona mebelimiz ko'rib turganimiz komplekt holatda 9,5 million so'm ekan. Xohlang qora rangdagisini xarid qiling, yoqqan bo'lsa komodini qo'shib beriladi, sofalari aytilgan narxi ichida ketadi. Xohlang maloshniy svet kombinatsiya qilingan, nargingiz однотонный ekan. Toshkentlik vohali obunachilarimizga nima qilamiz? Ular kelishgan holatda bo'ladi. Telefonga qilsa, Dastavkani kelishuv asosida kelishib qilamiz, a? Upakovka qilib jo'natib to'g'ri yuborasiz. qilib, pastga qilib beramiz. Xo'p, bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, hurmatli obunachilar, ustamiz ishlariga bir donadan like bosib qo'yinglar, fikringlar bo'lsa komment ostida qoldiringlar. Aka o'z kanalida ko'rdik deb ustamiz bu ishlardan, xizmatlardan bemalol foydalana olasizlar. Usta Abdullo, rahmat sizga, ishingizga baraka bersin. Charchamanglar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi birinchi qo'l ustamiz ishlarini ko'rsatamiz. Diqqat bilan kuzatib turinglar. Usta Jasurbek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, o'tgan hayitlar bilan aka. Rahmat o'ziga. Charchamasdan. Xo'p, aka, har doimgidek videoni boshida telefon nomerni aytib qo'yasiz. Hop, 91 kodi bilan 620 63 62. Telegram, WhatsApplar. Telegram WhatsApp bor, doim aloqadamiz, xudo xolasa. Xo'p, bo'ladi. Kashmir, Dubay fason. Kashmir rangi Dubay fasoni aka. Shkafdan boshlayveraylik razmeri bilan. Eniga 230, bo'yiga 205. Xo'p. Hop, ichlariga keladigan bo'lsa, oshiq moshinalari 5 tadan qo'yilgan aka. Bu tomon uzun kiyimlarga, alohida ro'mol iladiganlari ham bor. Yaxshi. Eshiklari vakuum o'zi yopilaveradi, haligi qattiq yopilmasdan. Bu tomonimiz o'rtasi polka sefchalari bilan aka mana. Yaxshi. Bu tomonimiz kalta kiyimlarga, kalta ko'ylaklarga, kamiga shimiladiganigacha bor. Juda ham yaxshi. Kuyov bolalarga Kuyov bolalar tarafi bu. juda yaxshi. Hop, aka trimoyimiz 140 eni. Aha. Tortmalari vakuum o'zida yopilaveradi. Bular ichida polkalari bilan. Va eshiklari ham shunaqa 120 gacha kichaytirsa bo'ladi. Mabodo sig'may qoladigan bo'lsa, mana bu yerda ham yonib o'chiraveradi. Ishlatsa bo'laveradi. Juda yaxshi. Spalnisi. Ispaniyamiz aka tumbadan tumbagacha 270 joyda egallaydi. Shunday holatda qo'yadigan bo'lsa, matrasimiz o'zi 220 ga 170 Razmeri. razmer. Qo'shimcha mana sofasi bor. Bu bilan 260 bo'ladi uzunligi. Bu ham Uzunisi ochiladi. 260 bo'lar ekan. Tak, sofamizda ichidan ham foydalansanglar bo'ladi. Tagida buni aka yana sanduqchasi ham bor. Matrasimiz tagida mana sanduqlar bor, kengina. Matras ikki tomonlama old-qold ishlatsa bo'laveradi, aylantirib. Juda ham yaxshi. Xo'p, usta Jasurbek aka, bugungi kunda buni komplekt holatda necha pulga vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib berasiz? Aka 6 million 800 ming so'mga o'zimiz obunachilar aka o'zidan chiqqanlarga aka olib borib yetkazib beramiz. Bitta ustamiz boradi, o'rnatib ham beriladi bu narsa. Komplekt holatda. Toshkentlik vohali obunachilarimizgacha. Ular chiqadigan bo'lsa, telefonda kelishamiz, yo'l kirasiga qandaydir yordam qilamiz. Chiroyli qilib upakovka qilib jo'natib Ko'pga holatda jo'natamiz vohaga, Toshkentga, yo'l kirasiga ham ancha-muncha yordam qilamiz. Xo'p, bo'ladi. Kashmir Svet, Dubay fason, xudo xolasa birinchi qo'l ustalar, bog'lana orasida xizmatlar bo'lsa, xohlasanglar bunaqa rangidan qilib berishadi. Narxi bir xil chiqadi. Narxi bir xil, o'lchamlari ham yo'q bir xil, rangida farqi bor. Rangida farqi bor, xolos. Aloqa chiqarasizlar, qancha kerak bo'lsa akalarimiz Telegramdan katalog tashlab berishadi. Usta Jasurbek aka, Sog' bo'ling sizga aka. baraka bersin. Charchamang, salomat bo'ling.